Yo'q, Sardor, o'zi yarimta ham paragraf tarjima qilmagansiz, yana harakat qilyapman, o'xshamayapti. Qani harakat bu yoqda? Bilasizmi, Odam alayhissalom ham Allohdan rizq so'raganda Alloh Odam alayhissalomga nima bergan? Bug'doy bergan, non emas, lekin non bersa ham bo'lardi-ku, lekin bug'doy berdi. O'zi non qilishi uchun. Yoki Maryam onamiz Iso alayhissalomni dunyoga keltirganlaridan keyin Alloh u kishiga daraxtni shoxini tort, xurmo olasan dedi. Xurmon o'zini bersalar ham bo'lardi-ku. Lekin daraxt shoxini tort, tur harakat qil dedi. Ayyub alayhissalomchi kasal bo'lib yotganlarida hamma joylarga yara toshib, Allohdan kasalliklarga davo so'rab sabr qilib yotganlarida Alloh turib yerni tep suv chiqadi dedi. Ustidan suvni quysa ham bo'lardi-ku. Harakat qil, tur deyapti. Payg'ambarlarga tur deyapti. Payg'ambarlarning onasiga tur harakat qilib beraman deyapti. Sizlarga nima bo'lgan, men tushunmayman. Harakat qilsa o'xshaydi-da bolalar. Oddiy til-ku, fan-ku. O'zingizda bo'ladi.